Hurmatli bugungi uchrashuv qatnashchilari, mana bugun 8-may Milliy bank amaliyot BKM tomonidan mijozlar bilan uchrashuv o'tkazilyapti. Hurmatli mijozlar, mana shu 3 yil tajribasi bo'yicha sizlarni o'zlaringizni qiziqtirayotgan savollar, takliflar, tadbirkorlik jarayonida qanaqa muammolarga vujudga kelayotganlari to'g'risida shuni yechimlarini topish bo'yicha, ish o'rin yaratilishi bo'yicha o'zlaringizni takliflaringizni, o'zlaringizni murojaatlaringizni berishlaringiz mumkin. Hurmatli mijozlar, kimda savol javob bo'lsa, takliflar bo'lsa, qo'llaringizni ko'tarib bemalol murojaat qilishlaydi. Assalomu alaykum qatnashchilarga. Urgut tumanidan yakka tadbirkor Mirziyoyev Bahodir Barnotovich. Men mana shu uyga xususiy bolalar bog'chasi ochilgan. Oilaviy bolalar bog'chasi. Shu bolalar bog'chasini rivojlantirish uchun Prezidentimizning 312 qaroriga asosan 100 million kredit ajratishimizni so'radim. Shuni e'lon qilishlaringizni bilan. Rahmat, hurmatli mijoz, sizlarni hujjatlaringizni qabul qilib, Bahodir aka o'rganib chiqib sizlarga bank xodimlari tomonidan ijobiy xalaqit berishimizga va'da beramiz. Rahmat.